Angren shahri 1-son texnikumida xotin-qizlar o'rtasida sport musobaqalari bo'lib o'tdi. Hozir shu haqda. Yangi O'zbekistonda xotin-qizlarning baxtli yashashi, ularning huquq hamda erkinliklarini ta'minlash, intellektual va ma'naviy yuksalishi, kasbiy hamda oilaviy majburiyatlarni hamohang tarzda bajarishi uchun zarur imkoniyatlar yaratilyapti. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida ham xotin-qizlarning barcha sohalarda teng huquqli ekanligi e'tirof etilgan. Davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev ta'kidlaganlaridek, ayollarimiz hayotiy muammolarni, oila va mahalladagi o'tkir masalalarni, ularni bartaraf etish yo'llarini, jamiyatning tomir urushini boshqalardan ko'ra yaxshiroq biladilar. Ular o'zlarining mehribonligi, yuksak mas'uliyat tuyg'usi, mehnatsevarligi bilan barchaga o'rnak bo'la oladilar. Mazkur sport tadbiri Shuhrat medali sohibi, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan sport faxriysi Qahramon Sattorov tomonidan tashkil etildi. Ushbu tadbir xotin-qizlarning jamiyatdagi o'rni, ularning intilishlarini qo'llab-quvvatlovchi musobaqalardan biri bo'ldi. Unda ta'lim muassasasining o'qituvchilari, ishlab chiqarish ta'lim ustalari hamda o'quvchi qizlar qatnashdi. Bellashuvlar voleybol, shashka, shaxmat va stol tennisi kabi sport turlari bo'yicha qiziqarli va murosasiz kurash ostida o'tdi. Tadbir yakunida g'olib va faol ishtirokchilar texnikum rahbariyati tomonidan diplom, medal hamda esdalik sovg'alari bilan taqdirlandi.